Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men O'zbekistondagi barcha uy egalari uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntiraman. Uy-joy, kvartira, hovli, dala hovli yoki boshqa ko'chmas mulkingiz bo'lsa, sizga yangi hisoblangan mol-mulk solig'i bo'yicha xabarnoma kelishi mumkin. Bu mavzu har bir oilaga tegishli, chunki soliq noto'g'ri hisoblangan bo'lsa ham vaqtida tekshirilmasa qarzdorlik penya. Keyin esa majburiy undirish muammosi paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga soliq qanday hisoblanadi, kimlar ko'proq e'tibor berish kerak, kimlarda imtiyoz bo'lishi mumkin, xatolik bo'lsa nima qilish kerak, qayerga murojaat qilish kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar pulingizni, vaqtingizni va asabingizni tejaydi. Avvalo bir narsani aniq tushunib olaylik. Uy egasi bo'lish faqat kommunal to'lovlar, ta'mirlash yoki hujjatlarni saqlash degani emas. Ko'chmas mulk egasi sifatida sizda davlat oldida mol-mulk solig'i majburiyati ham bo'ladi. Ya'ni sizning nomingizda kvartira, hovli, dala hovli, noturar joy, garaj yoki boshqa bino inshoot bo'lsa, soliq organlari ushbu obyekt bo'yicha yillik soliq hisoblaydi. Oldin ko'pchilik soliq masalasiga unchalik e'tibor bermas edi. Sababi ayrim joylarda soliq miqdori kichik bo'lgan odamlar o'zi keladi, mahalladan aytishadi. Kadastrda turibdi-ku, oldin ham to'lab yurardik deb yurishgan. Ayrimlar esa mol-mulk solig'i bilan yer solig'ini aralashtirib yuborishadi. Masalan, hovli uyi bor odamda ikki xil majburiyat bo'lishi mumkin. Uyning o'zi uchun mol-mulk solig'i, uy joylashgan yer maydoni uchun yer solig'i. Kvartirada esa odatda asosiy e'tibor mol-mulk solig'iga qaratiladi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Raqamlashtirish kuchaydi, kadastr ma'lumotlari, soliq organlari bazasi, shaxsiy kabinetlar, mobil ilovalar orqali hisob-kitoblar tezroq ko'rinadigan bo'ldi. Ya'ni siz menga hech kim qog'oz bermadi deb yurganingiz bilan tizimda sizning nomingizga soliq hisoblangan bo'lishi mumkin. Eng ko'chmas mulkning kadastr qiymati, maydoni, turi, joylashuvi, foydalanish maqsadi kabi ma'lumotlar soliq summasiga ta'sir qiladi. Agar ushbu ma'lumotlarda masalan uy maydoni ortiqcha ko'rsatilgan bo'lsa yoki turar joy noturar joy sifatida kiritilgan bo'lsa, siz keragidan ko'proq soliq to'lab qo'yishingiz mumkin. Yangi hisoblangan soliq deganda ko'pchilik yangi soliq joriy qilindimi deb qo'rqadi. Aslida gap ko'pincha yangi soliq turi haqida emas. Balki mavjud mol-mulk solig'i bo'yicha qayta hisob-kitob, yangi yil uchun hisoblangan summa, kadastr qiymati o'zgargani, imtiyozlar bazaga kiritilmagani yoki obyekt haqida ma'lumot yangilangani haqida bo'ladi. Shuning uchun vahimaga tushmasdan, lekin beparvo ham bo'lmasdan, birinchi navbatda hisob-kitobni tekshirish kerak. Asosiy qism bir nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak. Kimlar xotirjamroq bo'lishi mumkin? Mol-mulk solig'i odatda uy yoki kvartiraning kadastr qiymatiga qarab hisoblanadi. Kadastr qiymati bu bozor narxi bilan bir xil narsa emas. Masalan, siz kvartirangizni bozorda $10,000 sotishingiz mumkin. Lekin kadastr qiymati undan past yoki boshqa miqdorda bo'lishi mumkin. Soliq organlari aynan kadastr ma'lumotlari asosida ishlaydi. Shuning uchun mening uyim bozorda buncha turmaydi yoki qo'shnimning uyi qimmatroq, lekin soliq kam deyishdan oldin kadastr hujjatidagi qiymat va maydonni tekshirish kerak. Kimlar birinchi navbatda diqqatli bo'lish kerak? Birinchidan, yaqinda uy yoki kvartira sotib olganlar. Masalan, siz 2020 yilning noyabr oyida kvartira sotib oldingiz. Ko'pchilik o'ylaydi, men hali bir yil yashamadim, nega soliq chiqdi? Bu yerda soliq mulkka egalik qilingan davrga qarab hisoblanishi mumkin. Oldingi egada ham, yangi egada ham o'z davri bo'yicha majburiyat bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun oldi-sotdi shartnomasidan keyin eski qarzdorlik kimga tegishli? Yangi hisob-kitob qaysi sanadan boshlanganini tekshirish zarur. Ikkinchidan, meros orqali uy olganlar. Otadan, onadan yoki boshqa qarindoshdan meros bo'lib uy o'tdi deylik. Hujjatlar notariusda rasmiylashtirildi. Lekin kadastrda egasi o'z vaqtida o'zgartirilmagan bo'lishi mumkin. Natijada soliq eski ega chiqib turishi yoki keyin birdaniga yangi ega o'tib bir necha yillik qarzdorlik ko'rinib qolishi mumkin. Shuning uchun meros olganlar albatta kadastr va soliq bazasidagi ma'lumotlarni bir-biriga mosligini tekshirish kerak. Uchinchidan, katta hovlisi, qo'shimcha qurilishi, ikkinchi qavati, yozgi oshxonasi, ombori, garaji borlar. Ko'p odamlar hovliga qo'shimcha xona quradi. Tom ustiga ikkinchi qavat ko'taradi, garaj quradi. Lekin buni hujjatlashtirishni unutadi. Keyin kadastr tekshiruvlarida maydon yangilanadi.
yoki eski ma'lumot bilan yangi ma'lumot orasida farq chiqadi. Agar maydon oshsa, soliq ham oshishi mumkin. Masalan, hujjatda 120 kvadrat metr uy ko'rsatilgan. Lekin amalda 2010 kvadrat metr bo'lib qolgan. Kadastr ma'lumotlari yangilangach, soliq summasi avvalgidan sezilarli ko'payishi tabiiy. 4-dan uy yoki kvartirasi bir nechta bo'lganlar. Masalan, sizning nomingizda bitta yashab turgan kvartira va yana ijaraga berilgan ikkinchi kvartira bor. Har bir obyekt bo'yicha alohida soliq hisoblanadi. Men bitta odam bo'lsam, bitta soliq to'layman degan tushuncha noto'g'ri. Soliq shaxsga emas, mulkka bog'liq. Mulk soni ko'paysa, umumiy majburiyat ham ko'payadi. 5-dan, noturar joy egalariga alohida e'tibor kerak. Agar sizning nomingizda do'kon, ofis, ustaxona, ombor yoki xizmat ko'rsatish joyi bo'lsa, turar joyga nisbatan soliq tartibi boshqacha bo'lishi mumkin. Eng katta xatolardan biri shuki, odam kvartirasining bir qismini ofis, salon yoki do'kon sifatida ishlatadi, lekin hujjatlarda qanday ko'rsatilganini bilmaydi. Foydalanish maqsadi o'zgargan bo'lsa, soliq ham o'zgarishi mumkin. Bu masalada juda ehtiyot bo'lish kerak, chunki noturar joylar bo'yicha stavkalar ko'pincha yuqoriroq bo'ladi. Endi oddiy misollar bilan tushuntiraman. Faraz qiling, Toshkent shahrida bir fuqaroning 20 kvadrat metr kvartirasi bor. Kadastr qiymati 350 million so'm deb belgilangan. Agar turar joylar uchun amaldagi stavka kadastr qiymatining ma'lum foizi sifatida qo'llansa, soliq shu qiymatdan kelib chiqadi. Masalan, shartli ravishda narmali o'chimiy foiz hisoblasak, 2 million so'mning narmali o'chimiy foizi taxminan 1 million 5 ming so'm bo'ladi. Bu yillik soliq. Uni bir martada to'lash yoki belgilangan muddatlarga e'tibor qilib to'lash kerak bo'ladi. Ikkinchi misol, viloyatda hovli uy bor. Hujjatda uyning kadastr qiymati taxminan million so'm, yer maydoni esa 6 sotix. Bu yerda ikki xil yo'nalish bo'lishi mumkin. Bino uchun mol mulk solig'i, yer uchun yer solig'i. Fuqaro faqat uy solig'ini ko'rib, nega yana soliq chiqdi deydi. Aslida ikkinchisi yer solig'i bo'lishi mumkin. Shuning uchun shaxsiy kabinetda to'lov turini tekshirish kerak. Mol mulk solig'i deb turibdimi yoki yer solig'i deb turibdimi? Uchinchi misol, fuqaroning nomida eski uy bor. Kadastr hujjatida 9 kvadrat metr deb yozilgan. Keyin u uchta xona qo'shib umumiy maydonni 106 kvadrat metrga yetkazgan. Bir necha yil davomida eski maydon bo'yicha kamroq soliq to'lab kelgan. Kadastr yangilangandan so'ng soliq oshgan. Bu yerda soliq organi sizga yangi soliq o'ylab topildi demayapti, balki mulkning haqiqiy yoki yangilangan kadastr ma'lumotlari asosida qayta hisoblanmoqda. Agar yangilangan ma'lumot to'g'ri bo'lsa, to'lashga to'g'ri keladi. Agar noto'g'ri bo'lsa, e'tiroz bildirish kerak. 4-misol, pensioner onaxonning nomida bitta uy bor. U imtiyozga ega bo'lishi mumkin, lekin bu imtiyoz avtomatik qo'llanmagan bo'lsa, soliq to'liq chiqib turadi. Ko'p hollarda odamlar, men pensionerman, menga soliq bo'lmasligi kerak deb o'ylaydi. Lekin imtiyoz uchun tegishli hujjatlar bazada bo'lishi, ayrim holatlarda ariza berilishi kerak. Imtiyoz bor yo'qligi. Qaysi maydonga yoki qaysi obyektga qo'llanishi amaldagi qonunchilikka bog'liq. Shu sababli pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush qatnashchilari yoki boshqa imtiyozli toifalar o'z holatini soliq organidan aniqlashtirib olishi zarur. Kimlar xotirjamroq bo'lishi mumkin? Agar sizda faqat bitta kichik kvartira bo'lsa, kadastr ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, qarzdorlik bo'lmasa, imtiyoz masalasi aniq bo'lsa, sizga katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir shaxsiy kabinetga kirib, summa obyekt manzili, kadastr raqami va to'lov muddatini tekshirib qo'yish kerak. Chunki xatolik kam uchrasa ham uchrashi mumkin. Eng birinchi nozik jihat, soliq xabarnomasi kelmasligi soliq yo'q degani emas. Hozir ko'p jarayonlar elektron shaklga o'tgan. SMS kelmagan bo'lishi mumkin. Qog'oz xat kelmagan bo'lishi mumkin. Lekin shaxsiy kabinetda qarzdorlik turishi mumkin. Shuning uchun menga hech kim aytmadi degan gap amalda sizni penya yoki qarzdorlikdan har doim ham qutqarmaydi. Har bir mulk egasi yil davomida kamida 1-2 marta soliq holatini tekshirish kerak. Ikkinchi nozik jihat, kadastr qiymati bilan bozor narxini adashtirmang. Ba'zan odam uyini arzon baholaydi. Bu eski uy. Buncha soliq chiqmasligi kerak deydi. Lekin kadastrda qiymat boshqacha. Aksincha bozorda uy juda qimmat bo'lsa ham, kadastr qiymati pastroq bo'lishi mumkin. Soliq hisobida asosiy manba kadastr bazasi. Agar kadastr qiymatida xato bor deb hisoblasangiz, bu masala soliq idorasida emas, avvalo kadastr organlari orqali aniqlashtiriladi. Uchinchi nozik jihat, bir mulkka bir nechta egalik bo'lsa, ulush masalasi masalan.
Kvartira er-xotin yoki aka-uka nomiga ulushli qilib rasmiylashtirilgan. Soliq kimga chiqadi? Amaliyotda soliq ulushga qarab yoki obyekt ma'lumotlariga qarab taqsimlanishi mumkin. Ba'zan bitta egaga ko'proq ko'rinib qoladi, ba'zan har bir ulushdor o'z qismi bo'yicha to'laydi. Agar siz ulushdorsiz, albatta hujjatingizdagi ulushni va soliq hisobida qanday aks etganini tekshiring. Aks holda siz boshqaning ulushi uchun ham to'lab yuborishingiz yoki qarzdorlik noto'g'ri shakllanishi mumkin. 4-nozik jihat, sotilgan uy bo'yicha soliq chiqishi juda ko'p uchraydigan holat. Odam uyini sotgan, notariusdan o'tgan, pulini olgan, ko'chib ketgan. Oradan 1 yil o'tib, eski uy uchun soliq qarzdorligi chiqadi. Sabablari har xil. Kadastrda egasi o'z vaqtida o'zgarmagan, soliq bazasiga ma'lumot kech tushgan. Oldingi davr uchun qarzdorlik qolgan yoki shartnoma sanasigacha bo'lgan soliq to'lanmagan. Bunday vaziyatda oldi-sotdi shartnomasi, topshirish qabul qilish dalolatnomasi bo'lsa, to'lov kvitantsiyalari bilan soliq organiga murojaat qilish kerak. 5-nozik jihat, yangi qurilgan uylar. Uy qurib bitkazilgan, lekin kadastr hujjati olinmagan. Kimdir o'ylaydi, hujjat yo'q, demak soliq ham yo'q. Bu xavfli fikr. Obyekt rasmiylashtirilganda ayrim hollarda ma'lumotlar keyin bazaga tushib, soliq hisoblanishi mumkin. Bundan tashqari, hujjatsiz qurilishning o'zi alohida muammolar keltirib chiqaradi. Sotolmaslik, merosga rasmiylashtira olmaslik. Kredit yo'qqa garov masalasida to'siq, jarima xavfi. Shuning uchun qurilgan obyektni qonuniylashtirishni cho'zmaslik kerak. 6-nozik jihat. Imtiyozlar avtomatik ishlamasligi mumkin. Ayrim toifadagi fuqarolar mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyozga ega bo'lishi mumkin. Lekin imtiyoz mavjudligi degani siz hech narsa qilmasangiz ham tizim hammasini to'g'ri qo'llaydi degani emas. Masalan, pensionerlik ma'lumoti boshqa bazadan kelishi kerak. Nogironlik hujjati yangilangan bo'lishi kerak. Imtiyoz faqat bitta obyektga qo'llanishi mumkin. Ortiqcha maydon yoki boshqa obyektlar bo'yicha soliq saqlanib qolishi mumkin. Shuning uchun imtiyozli toifaga kirsangiz, menga imtiyoz qo'llanganmi degan savolni albatta tekshiring. 7-nozik jihat, to'lovni noto'g'ri rekvizitga yoki noto'g'ri soliq turiga qilish. Masalan, odam mol-mulk solig'i o'rniga yer solig'ini to'laydi yoki aksincha. Natijada bir joyda ortiqcha to'lov, boshqa joyda qarzdorlik turadi. Bu ham penya chiqarishi mumkin. Mobil ilova yoki bank orqali to'layotganda soliq turi. Stir yoki joy ishi shir, obyekt manzili va summa to'g'riligini tekshirish kerak. Agar xato to'lov bo'lsa, uni qayta hisobga olish uchun ariza berishga to'g'ri keladi. 8-nozik jihat, qarzdorlik kichik bo'lsa ham vaqt o'tib kattalashishi. Masalan, 80 ming so'm qarzdorlik qoldi. Odam arzimas ekan deb unutdi. Keyin penya qo'shiladi, bir necha yil yig'iladi. Ustiga majburiy ijro masalasi chiqishi mumkin. Kichik qarzdorlikni vaqtda yopish eng oson yo'l. Chunki keyin tushuntirish, ariza yozish, navbat kutish, hujjat yig'ish ko'proq vaqt oladi. Birinchi qadam, soliq qarzdorligingizni tekshiring. Buning uchun davlat soliq qo'mitasining rasmiy xizmatlari, soliq to'lovchining shaxsiy kabineti, soliq.uz, soliq mobil ilovasi yoki interaktiv davlat xizmatlari orqali kirib ko'rishingiz mumkin. Agar elektron raqamli imzo kerak bo'lsa, uni rasmiy tartibda oling. Ba'zi bank ilovalarida ham soliqlar bo'limi orqali qarzdorlikni ko'rish mumkin, lekin eng ishonchli manba soliq organining rasmiy tizimidir. Ikkinchi qadam, obyekt ma'lumotlarini solishtiring. Shaxsiy kabinetda ko'rsatilgan manzil, kadastr raqami, obyekt turi, maydoni va kadastr qiymati sizdagi hujjatlar bilan mosmi? Uy turar joymi yoki noturar joy deb turibdimi? Kvartira maydoni 65 kvadrat metr bo'lsa, tizimda 95 deb ketmaganmi? Hovlida yer maydoni 6 sotiq bo'lsa, boshqa raqam turmayaptimi? Ana shu joylardan xato ko'p chiqadi. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Sizda kadastr pasporti yoki kadastr hujjati, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, oldi-sotdi shartnomasi, meros guvohnomasi, hadya shartnomasi, sud qarori yoki boshqa asos bo'lishi mumkin. Shuningdek, soliq to'langan kvitansiyalar, bank cheklari, imtiyoz hujjatlari, pensiya guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi kabi hujjatlarni alohida papkaga yig'ing. Elektron nusxasini telefoningizda yoki kompyuteringizda saqlab qo'ying. 4-qadam, agar summa noto'g'ri deb o'ylasangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Soliq organiga yozma yoki elektron murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmunda yozish mumkin: mening nomimdagi falon manzildagi ko'chmas mulk bo'yicha hisoblangan mol-mulk solig'i summasini qayta tekshirib berishingizni so'rayman. Sababi, tizimda ko'rsatilgan maydon yoki obyekt turi yoki imtiyoz ma'lumotlari mening hujjatlarimga mos kelmaydi.
ilova sifatida kadastr hujjati, mulk huquqi hujjati va boshqa tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etaman. Murojaat raqamini saqlab qo'ying. Javob kelmaguncha ishsiz qolmasin. 5-qadam, hatto kadastrda bo'lsa, kadastr organiga murojaat qiling. Soliq idorasi ko'pincha biz kadastr bergan ma'lumot asosida hisobladik deydi. Bu mantiqan to'g'ri. Agar uy maydoni turi yoki qiymatidagi xato kasr bazasidan kelayotgan bo'lsa, avvalo kadastr ma'lumotini tuzatish kerak. Kadastr tuzatilgandan keyin soliq organidan qayta hisob-kitob qilishni so'rash mumkin. 6-qadam, imtiyozingiz bo'lsa, uni tasdiqlating. Men imtiyozliman deb o'zingizcha xulosa qilmang. Qaysi imtiyoz, qaysi obyektga, qaysi davrdan, qanday hujjat asosida qo'llanishini aniqlang. Agar imtiyoz faqat bitta obyektga tegishli bo'lsa, qaysi uyingizga qo'llanganini ko'ring. Masalan, sizning nomingizda 2 kvartira bo'lsa, imtiyoz bittasiga qo'llanib, ikkinchisiga soliq chiqishi mumkin. Bu normal holat bo'lishi ehtimoli bor. 7-qadam, to'lov muddatlarini o'tkazib yubormang. Agar hisoblangan summa to'g'ri bo'lsa, uni vaqtida to'lang. Katta summa bo'lsa, oldindan reja qiling. Oilaviy byudjetda soliq uchun alohida mablag' ajrating. To'laganingizdan keyin chekni saqlang. Elektron chekni skrinshot qilib qo'yish ham foydali, lekin eng yaxshisi PDF yoki rasm ko'rinishida alohida papkada saqlash. 8-qadam. Eski qarzdorlikni tekshiring. Ayniqsa uy sotib olganda yoki meros olganda oldingi yillardan qarz qolmaganmi degan savolni bering. Oldi sotdi qilishdan oldin sotuvchidan soliq qarzdorligi yo'qligi haqida ma'lumot so'rash foydali. Notariusdan o'tishning o'zi hamma qarzlar avtomatik yo'q bo'ldi degani emas. Obyekt tarixi bo'yicha ehtiyotkorlik kerak. 9-qadam. Agar kelishmovchilik bo'lsa, bosqichma-bosqich harakat qiling. Avval tuman soliq inspeksiyasi, keyin yuqori turuvchi soliq organi, zarur bo'lsa, rasmiy portal orqali murojaat, undan keyin qonunda belgilangan tartibda shikoyat qilish imkoniyati bor. Muhimi, hamma narsani yozma qiling. Telefon orqali aytilgan gapni keyin isbotlash qiyin. Yozma javob esa hujjat bo'lib qoladi. 10-qadam. Yaqinlaringizga ham tushuntiring. Ota-onangiz, pensioner qarindoshlaringiz, qishloqdagi uy egasi bo'lgan akangiz yoki opangiz elektron tizimlardan foydalana olmasligi mumkin. Ularning nomida uy bo'lsa, soliq hisoblanganini tekshirib bering. Ko'p qarzdorlik aynan bilmay qoldik, telefon ishlatmaymiz. SMS kelmadi degan sabablar bilan yig'ilib qoladi. Xulosa shuki, hurmatli tomoshabinlar, uy egasi bo'lsangiz, mol-mulk solig'i masalasini e'tiborsiz qoldirmang. Yangi hisoblangan summa har doim ham xato degani emas. Lekin har doim tekshirish kerak degani. Kadastr qiymati, maydon, obyekt turi, imtiyoz, ulush, eski qarzdorlik va to'lov turi hammasi muhim. Bitta noto'g'ri raqam sizga ortiqcha to'lov yoki qarzdorlik keltirib chiqarishi mumkin. Mening tavsiyam, bugunoq shaxsiy kabinetingizga kiring, uyingiz bo'yicha soliqni tekshiring, hujjatlaringizni solishtiring, xato bo'lsa darhol murojaat qiling, to'g'ri bo'lsa muddatida to'lab qo'ying. Bu ishni keyinga qoldirmang. Chunki soliq masalasida vaqt o'tishi bilan muammo kamaymaydi, aksincha ko'payishi mumkin. Sizda uy yoki kvartira bo'yicha yangi soliq summasi chiqdimi? Summa avvalgidan oshdimi yoki xato ko'rdingizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men tomoshabinlarning holatlariga qarab keyingi videolarda yana tushuntirish beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga ulashing va kanalga obuna bo'ling. Bunday muhim xabarlarni vaqtida bilish har bir uy egasi uchun juda zarur.